Boshlayveraylikmi? Ben boshlayman. Assalomu alaykum akalar, ukalar, opa-singillar. Ramazon oyining oxirgi 10 kunligi hammamiz uchun juda ham zarur bo'lgan ibodatlardan hisoblanadi, chunki oxirgi Laylatul Qadr kuni shu oxirgi 10 kunligiga bo'lishini ko'p hadislarda aytilgan ekan. Hozir Toshkentdan kelgan Abdulhamid domlani internet orqali kuzatib turibsizlar, hamma informatsiyalar bor. Shu kishiga so'z beramiz edi. Suhbatimizda agar mabodo sizlarda savollar bo'lsa, orasida savollarni so'rashingiz mumkin. Taqvolasam bo'ladimi buni? Ha, taqvolasi bor sizga. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى hammamizga dunyo va oxirat saodatini o'zi bersin. Hammamiz hojat egasimiz. Allohdan so'ragan hojatlarimiz bor, duolarimiz bor. Banda o'zini zotida har doim zaif hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratuvchi zot insonni zaif holatda yaratgan ekanligini o'zi ma'lum qildi. Bu inson yashashligi davomida ba'zida tug'yonga ketsa ham, haddidan oshsa ham, o'zini bilmay qolsa ham, kibrga ketsa ham, lekin uni hayotida albatta shunday bir kun bo'ladiki, u o'zini juda ham ojiz, zaif, past mavjudot ekanligini his qiladi. Bir kun emas, bir kun insonda shunaqa his bo'ladi baribir. Masalan, bir kasallik yetib qoladi, bir dard yetib qoladi. Inson o'sha kasallikning oldida, dardning oldida u hech kim emasligini biladi. Hammamiz zehnimizga yaqin bo'lgan, esimizdan hali chiqishga ko'p ulgurmagan narsalardan bittasi shu oxirgi yillarimizda o'tgan pandemiya voqeasini eslasak, bunga kifoya qiladi. Bitta dona kasallik chiqdi. Butun dunyoni ostin-ustin qildi. Odamlar qo'rqib qolishdi. Ko'chaga chiqishdan qo'rqishdi, harakat qilishdan qo'rqdi. Hattoki ro'parasida turgan odam bilan muloqot qilishdan qo'rqishdiki, ertaga menga kasallik yetib qolsa, davosi yo'q ekan, vafot etib qolarkanman. Va shu kasallik bilan qanchadan qancha o'zini kuchliman deb o'ylagan insonlarni vafot qilganligini ko'rdi. Hayotiy tajribadan o'tdi. Shuning uchun xuliqol insanu zaifun. Inson zaif holatda yaratilgan. Hammamizni yaratilishimiz xuddi shu. Inson o'zini aqlli deb o'ylab qolishi mumkin, kuchli deb o'ylab qolishi mumkin, omadli deb o'ylab qolishi mumkin va hokazo. Lekin baribir insonning zotida yaratilishlik xususiyatiga ko'ra inson zaif yaratilgan. Va mana shu zaif bo'lgan inson qaviyun ma'a robbihi. Robbisi bilangina kuchlidir. Alloh bilangina kuchlidir. O'zi kichkinagina ojiz inson Alloh nusrat beradi, u katta-katta ishlarni qiladi. Insonning qo'lidan kelmaydigan, insonning toqati yetmaydigan ishlarni qiladi. Inson bo'ldi, bu ishga davo yo'q. Ya'ni kasallikni yana misol qilamiz, davo yo'q degan joydan Alloh subhanahu va taolo unga shifo beradi. U sog'lom bo'lib ketadi. Inson aqli shoshib qoladi. Qanaqa qilib tuzaldi bu? Uni Robbisi tuzatdi. Inson o'zi zaif, lekin Robbisi bilan kuchli, Robbisi bilan har doim inson qaviydir. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolodan duo qilib so'raymiz. Alloh hammamizni o'zini madadi bilan, o'zini nusrati bilan kuchli qilsin. Bizni ko'zimizni yumib ochgangacha bo'lgan fursatda Alloh subhanahu va taolo o'z holatimizga tashlab qo'ymasin. Alloh bizdan rahmat nazarini ketkizmasin. Alloh taolo har doim bizga o'zini yaxshiliklarini, rahmatlarini, fazillarini, barakotlarini o'zi yog'dirib tursin. Mana shunday Alloh subhanahu va taoloni barakotlaridan biri bo'lgan Ramazon oyida hammamiz hozir bo'lib turibmiz. Ya'ni bu suhbatlar, bu majlislar shundayki, Ramazon haqida, bugungi kunlar haqida, bugungi tunlar haqida gapirmaslikning iloji yo'q. Chunki inson uchun eng muhim bo'lgan narsa shu. Har qanaqangi mavzudan birinchi muqaddam
oldin turadigan narsa insonni shaxsiy holati, insonni shaxsiyati. Qur'on oyatlarini ko'radigan bo'lsak, xitoblar, buyruqlar insonni shaxsiyatiga keladi. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Qu anfusakum." Ya'ni birinchi o'zingizni saqlang. Birinchi o'zingizni saqlang do'zaxdan. Birinchi o'zingizga mas'ulsiz. Avvalu ma yus'alu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Qiyomatda eng birinchi so'raladigan banda narsasi bu namoz. Ya'ni al-'abd qul sifatida, banda sifatida hammamiz Alloh subhanahu va taoloning huzurida birinchi o'zimiz haqimizda mas'ulmiz. O'zimiz haqimizda 100% so'ralamiz. Biron bir istisnosiz. Shuning uchun bizga o'zimizning shaxsiyatimizga taalluqli bo'ladigan mavzu, shaxsiyatimizga taalluqli bo'ladigan masala har qanaqangi masaladan yuqori bo'ladi. Har qanaqangi masaladan peshqadam bo'ladi. Demak, shaxsiyatimizga taalluqli bo'ladigan mavzu bugungi kunlarimiz, oyimizda Ramazon oyi haqida. Ramazon oyidan nasibamizni to'liq olishligimiz haqida. Va inshaalloh bugun biz arafasida turgan, ibtidosida boshlanayotgan paytda turgan Ramazon kechalarining orasidagi, umuman kechalarning orasidagi mutlaqo Alloh subhanahu va taolo barakali qilgan, fazillik qilgan, o'zi ixtiyor qilgan muborak kecha haqida gapirmaslikning iloji yo'q. U haqida gapirmasak bo'lmaydi. Shuning uchun inshaalloh bugun suhbatimizning birinchi qismida aynan Qadr kechasi haqida, bunga taalluqli bo'ladigan ba'zi bir masalalar haqida inshaalloh suhbatlashamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah." Sadaqallohul azim. Alloh aytayaptiki, biz Qur'onni muborak kechada nozil qildik. Qadr surasida Alloh subhanahu va taolo bu oyatni tasdiqlab davom etib zikr qiladiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr." Biz uni Laylatul Qadrda nozil qildik. Muborak kecha, qadrli kecha. Mana shunday ikkita ism bilan, ikkita sifat bilan Alloh subhanahu va taolo sifat. Bu sifat, bu kecha barakotli kecha. Alloh subhanahu va taoloni barakasi cheksiz, adoqsiz, banda tasavvur qila olmaydigan darajada yog'iladigan kecha. Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. Ya'ni Qadr kechasi shunday kechaki 1000 oydan ko'ra afzal. Mufassirlarimiz 1000 oydan afzalligi nima desa, bu kechadagi ibodat boshqa ibodatlardan 1000 kechalik ibodatdan afzal. 1000 oylik ibodatdan afzal. Endi 1000 oylikni agar hammamiz hisob kitobini qilishni bilamiz, 12 ga agar bo'lib chiqadigan bo'lsak, 83 yildan ko'ra ko'proq. Qadr kechasini kim topsa, Qadr kechasini kim bedor o'tkazsa, unda ibodat qilib Alloh subhanahu va taoloning ajrini topadigan bo'lsa, 83 yillik ibodatni ajrini topadi bir kechada. Bu baraka emasmi? Bala, bu baraka. Alloh subhanahu va taolo tomonidan berilgan baraka. Buni banda o'zi paydo qila olmaydi. Banda o'zi kashf qila olmaydi. Boshqa kechalarda turib o'qiydigan bo'lsak, boshqa kechalarni hammasini turib o'qiydigan bo'lsak, illo Laylatul Qadr u kechalarda bo'lmaydigan bo'lsa, bunaqa fazil bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo hamma narsani yaratuvchi. Alloh hakim zot va shu yaratganlarning ichida nimani ixtiyor qilishlikni, nimani tanlashni Alloh yaxshi biladi. Men bilamiz, mana yer yuzidagi hamma masjidlar bir xil. Bu masjidda namoz o'qidingiz nimaga, boshqa masjidda namoz o'qidingiz, hammasi bir xil. Illo 3 ta masjidni Alloh subhanahu va taolo ajratdi. 3 ta masjidni ajri boshqa masjidlardan ko'ra ibodati savob jihatdan yuqoriroq bo'ldi. Masjidul Harom Makkadagi, Masjidul Nabaviy Madinadagi va Baytul Maqdis Qudus sharifdagi, demak mana shu 3 ta masjid tanlandi. Buni tanlovchisi kim? Alloh. Hamma masjid Allohniki. Hamma masjid Alloh uchun ibodat qilinadi. Lekin bu 3 ta masjidni Alloh subhanahu va taolo ixtiyor qildi. Xuddi shunaqa kechalarning hammasi Allohniki. Hammasini Alloh yaratdi. Lekin Qadr kechasini Alloh subhanahu va taolo o'zi ixtiyor qildi. O'zida bo'lgan hikmatga ko'ra, o'zida bo'lgan ilmga ko'ra Alloh subhanahu va taolo ixtiyor qildi. Bandalarga imkoniyat o'laroq Alloh ixtiyor qilishligi, Alloh ularni tanlashligi, biron bir narsani fazillik qilishi bandaga nisbatan foyda. Bandani manfaati. O'sha kunni topadi, o'sha joyni topadi,
va'da qilingan ajrga, va'da qilingan hasanatga sazovor bo'ladi. Bu qadrli kecha. Bunda taqdirlar yoziladigan, taqdirlar lavhul mahfuzdan hukm jihatiga o'tiladigan kecha. Alloh subhanahu va taolo mana shunday aziz va mukarram qilgan kechani inshaalloh ulamolarning aksarlari, ya'ni ko'p qismlari aynan 27-kechada deb turib e'tirof qilib e'tibor qilishadi. Demak, mana shu hukmlarga ko'ra, demak bugun Qadr kechasini arafasida hozir bo'lib turibmiz. Umumiy qilib aytamizki, ulamolarimiz aytadilar, bir odam Qadr kechasini topaman deb turib qasd qilsa, men Qadr kechasini topmoqchiman, uni ajrini topmoqchiman desa, yil 12 oy, bir yil davomida har kechani bedor o'tkazsa, u albatta Qadr kechasini topgan bo'ladi. Biron bir shubha yo'q. Hatto ba'zi bir o'ziga masalan nazr qilgan inson bo'lsa, yoki bo'lmasa shunga o'xshagan bir qasam ichgan inson bo'lsa, qanaqa qilib buni biladi, qanaqa qilib nazrini ado qiladi desa, demak, yil davomida hamma kechani bedor o'tkazadi, bo'ldi, Qadr kechasini topdi. Chunki Qadr kechasi kechalarning orasiga bekitilgan. Bir yilni hammasini bedor o'tkazgan inson topdi. Endi bunga toqati yo'q insonning. Buni qila olmayapti. Buning uddasidan chiqa olmayapti. Shundoq qiladigan bo'lsa, endi unga ulamolarimiz aytadiki, keyingisi undan qisqaroq bo'lgan. Ramazon oyini hammasini agar bedor o'tkazadigan bo'lsa, har bir kechalarni bedor o'tkazadigan bo'lsa, u ham inshaalloh Qadr kechasini topdi deyiladi. Chunki shahru Ramazonallazi unzila fihi al-Qur'on, Ramazon oyida Qur'on nozil qilindi. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, biz uni Qadr kechasida nozil qildik. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, biz uni muborak kechada nozil qildik dedi. Alloh taolo hammasini jamlaydigan bo'lsa, demak, Qadr kechasi Ramazon oyida ekanligi ma'lum bo'ladi. Ulamolarimiz Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahullohni zikrni keltirgan hadisga muvofiq aytadilarki, samoviy kitoblarning hammasi Ramazon oyida nozil qilingan. Ibrohim alayhissalomga nozil qilingan sahifalar Ramazon oyining birinchi kechasida nozil qilingan. Zabur Ramazon oyida nozil qilingan, Tavrot Ramazon oyida nozil qilingan, Injil Ramazon oyida nozil qilingan va Furqon, Qur'oni Karim ham Ramazon oyida nozil qilingan. 24 kun o'tgandan keyin 25-kechasida, ya'ni Ramazon oyining 25-kechasida Qur'on nozil qilindi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan asarlarda zikr keltiriladi. Demak, mana bu hadisda Ahmad ibn Hanbal rahmatulloh alayhi va Imom Bayhaqiylar zikrni keltirganlar. Ya'ni umumiy xulosa, demak, agar bir odam bir yil turishga toqat yetmayaptimi, bir oy tursa, u ham inshaalloh Qadr kechasini topdi deb aytiladi. Endi bir oy turishga ham qurbi yetmayapti, imkoniyat yetmasa, oxirgi 10 kunlikni bedor o'tkazish unga tavsiya qilinadi. Oxirgi 10 kunlik kiradigan bo'lsa, oxirgi 10 kunlikni har bir kechasini bedor o'tkazish tavsiya qilinadi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan marhamat qilinadi. Agar Ramazon oyini oxirgi 10 kunligi boshlanadigan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tunni bedor o'tkazardilar, me'darlarni, ya'ni belbog'larni mustahkam bog'lardilar, ya'ni oilalariga yaqinlashishlikni to'xtatardilar va ahllarni uyg'otardilar. Mana shunday oxirgi 10 kunligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bedor o'tkazardilar. Oxirgi 10 kunlikni bedor o'tkazishlik bilan ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashayotgan bo'ladi, sunnatga taqlid qilayotgan bo'ladi va shu bilan birgalikda Qadr kechasini topishligi ehtimoli ko'payadi. Ehtimoli ziyoda bo'ladi, imkoniyati ko'payadi. Va endi bu yuqoridagi bir oylikdan ko'ra pastroq bo'lgan holat. Endi undan keyingisi, agar buni ham qila olmaydigan bo'lsa, oxirgi 10 kunligini tog' kechalarini bedor o'tkazadi. 21, 23, 25, 27 va 29-kechalarni bedor o'tkazadi. Va bu undan ko'ra kamroq bo'lgan muddat hisoblanadi. Va agar uni ham uddasidan chiqa olmaydigan bo'lsa, hadislarda 21-kechasi ham kelgan, 23-kechasi ham kelgan, 25-kechasi ham kelgan, 27 va 29 va ba'zi rivoyatlarda oxirgi kechasi ham keladi. Oxirgi kecha bu 29 bo'lishi ham mumkin, 30 bo'lishi ham mumkin. Demak, mana shu hadislarni jamlanmasida har bir kecha haqida, o'sha tog' kechalari haqida rivoyatlar bor. Va aytganimizda, so'zimizning avvallarida aytdikki, jumhur ulamolar buni aynan 27-kechasidan qidiringlar deb turib tavsiya beradilar. Inshaalloh siz va biz hozir bo'lib turgan arafasida turgan narsa bu ulamolarimizning so'zlariga, qavllariga ko'ra
Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislaridagi ishoralarga, dalolatlarga ko'ra Qadr kechasi deb aytilgan kechani arafasida hozir o'tiribmiz. Demak, bu ibodati eng afzal bo'lgan kecha. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, "Man qama laylatal qadri imanan va ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ba'zi rivoyatlarda "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi va ma ta'akhkhar." Mana shunday matnlar ham keltiriladi. Ya'ni kimda kim Qadr kechasini iymon bilan Alloh subhanahu va taologa iymon qilgan holatda, ishongan holatda albatta Alloh beradi. Umidini Allohga bog'lagan holatda. Banda har doim Alloh subhanahu va taologa nisbatan ibodat qilayotgan paytda Allohga ishonchini hammasini qo'yish kerak. Ishonchi mukammal holatda bo'lish kerak. Namoz o'qiyapman, qabul bo'larmikan emas, albatta Alloh qabul qiladi. Allohga qanchalik ta'ma qilsak, shunchalik haqli. Biz bandalardan, odamlardan ta'ma qilaveramiz. Alloh subhanahu va taolodan ta'ma qilamiz. Bizga aksi. Bandalardan ta'ma qilish harom. Harom. Do'stimiz bo'lsa ham, qarindoshimiz bo'lsa ham bir insondan ta'ma qilish, ta'magirlik qilish harom. Lekin Allohdan ta'ma qilish joiz. Allohga ta'ma qilish ibodat. Jannatni so'rayapmiz, bu ta'ma. Ey Alloh, jannat ber. Alloh subhanahu va taolo nimaki yaxshilik bo'lsa so'rayapmiz, shu ta'ma. Banda Allohga qancha ta'magirlik qilsin, Alloh subhanahu va taolo umid qilsin. Xuddi shunaqa iymon bilan Qadr kechasini bedor o'tkazgan degan Allohdan so'raydi. Ishonadi, aniq biladi u narsani. Va'da qilindi unga. Va'da qilindi, 1000 oylik ibodatdan yaxshidir. U qiladi shu ishni. Iymoni shunga bor. Demak, iymon bilan agar o'tkazsa, bedor o'tkazadigan, qoyim qiladigan bo'lsa, vahtisaban, Alloh subhanahu va taolodan ajrlarni umid qilgan holatda. Alloh subhanahu va taolodan kutyapti. Alloh beradi degan holatda agar o'tkazadigan bo'lsa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Uni o'tgan gunohlarini hammasi kechiriladi. Hammasi kechiriladi. Bandani dunyodagi hayotini izdan chiqazadigan narsa uni gunohlari hisoblanadi. Uni gunohlari hisoblanadi. Bizni qalbimizni qoraytiradigan narsa, bizni Alloh subhanahu va taolodan uzoqlashtiradigan narsa, dindan, diyonatdan uzoqlashtiradigan narsa bizning gunohlarimiz, ma'siyatlarimiz. Salaflarimiz aytardilar, biz agar kunduzi biron bir gunoh qilib qo'yadigan bo'lsak, buni natijasi tundagi ibodatlardan mahrum bo'lib qolardik deydilar. Kechasi tahajjudga tura olmayotgan odam, kechasi ibodatga tura olmayotgan odam kunduzi gunoh qilayotgan odam bo'ladi degan. Ya'ni gunohlarimiz bizni ko'p narsalardan to'sadi, yaxshiliklardan to'sadi. Va gunohlarimiz bizni mahrum qiladi. Duoyimiz ijobat bo'lishidan mahrum qiladi. Va gunohlarimiz bizni boshimizga tushayotgan musibatlarimizga sababchi bo'ladi. Endi Qadr kechasini bedor o'tkazgan, ibodatda o'tkazgan inson uchun o'tgan gunohlarning hammasi kechiriladi. Ya'ni xuddiki gunohi bo'lmaganga o'xshab qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor bilamiz. At-taibu minaz-zambi kaman la zanba lahu deb marhamat qildilar. Ya'ni gunohlardan tavba qiluvchi xuddi gunohi yo'qdek. Hozir masalan shu yerda yurib yurgan bolachalar bor. Hammamiz balki uyimizda bunday farzandlar bor. Balog'at yoshi yetmagan bolalarni ko'rsangiz, gunohsiz, top-toza, musaffo holatda, hech qanaqa gunoh yo'q. Uni ko'rgan biron bir inson yomon ko'rmaydi. Unga hamma yaxshilik qilgisi keladi. Unga hamma shafqat qiladi. Endi illo yo'ldan chiqib ketgan, tabiati buzilib ketgan, nafsi buzilib ketgan insonlar bundan mustasno. Buni bilamiz. Lekin oddiy holatda farzand begona bo'ladimi, o'zingizniki bo'ladimi, kim bo'lsa ham hamma unga shafqat bilan qaraydi. Hamma unga yaxshilik bilan qaraydi. Xuddi shunaqa nima uchun desa, bu gunohlar sababidan. Bizni ham gunohlarimiz kechirilsa, biz ham xuddi shunday begunoh holatda bo'ladigan bo'lsak, bizga hamma yaxshiliklar keladi. İnsanlarning muhabbati keladi, duolarimiz ijobat bo'lishni boshlaydi, musibatlarimiz ketadi, ibodatlarimiz hammasi bir maromga tushadi. Ibodatlarimiz o'zini o'rniga tushadi. Ulamolarimiz aynan mana shu mavzuda ham boshqatirib aytadilarki, ba'zida odam savol beradi. Men masalan duo qilyapman. Qadr kechasini fazilati haqida gapirildi, gunohlar kechiriladi. Masalan hajga borsa gunoh kechirilishligini bilamiz, umra qilsa gunoh kechirilishligini bilamiz va hokazo. Ba'zi amallarga gunoh kechirilishligi haqida narsalar bog'lanib qo'yiladi. Endi mana shu meni gunohim kechirildimi, yo'qmi, qayerdan bilaman? Qayerdan bilaman? Ibodatim qabul bo'ldimi, gunohim kechirildimi? Desa aytadilarki, gunohing kechirilganligini
ibodating qabul bo'lganligini bilmoqchi bo'lsang, o'zingni hayotingga qara. Hayotingda istiqomat boshlandimi? Ya'ni ibodatlarda davomli bo'lishni boshladingmi? To'g'ri bo'lishni boshladingmi? Demak, gunohing kechirilibdi. Yuqorida aytdik, bizni gunohimiz sababidan ibodatlardan to'silamiz. Bizni gunohimiz sababidan mahrum bo'lamiz. Namoz o'qimayotgan inson juda ham zo'r bo'lgani uchun o'qimayapti emas, u bechora mahrum. Qani bechora agar bilib qolganda namozdan borligini o'qirdi. Qanchalik yaxshiliklardan mahrum bo'layotganini bilganda edi, sajdadan boshini ko'tarmasdan yig'lardi. Bechora inson, namoz o'qimayotgan inson. Demak, Qadr kechasida bandani gunohlari mag'firat qilinadi. Va aytdik, ikkinchi rivoyatlarda va ma ta'akhkhar degan qo'shimchalar ham bor. Ya'ni o'tganlari ham kechiriladi, keyingilari ham kechiriladi. Alloh subhanahu va taoloning fazli. Allohning mag'firati yuqori. Alloh subhanahu va taoloning rahmatini cheki yo'q. Hamma narsadan rahmat ustun. Tog'larcha gunoh qilgan odamni Alloh subhanahu va taolo gunohini kechirib oladi. Bandani gunohini kechirish Alloh subhanahu va taologa hech narsa emas. Bandani azoblash Alloh subhanahu va taoloning bir fazlini ziyoda qilib qo'ymaydi. Alloh subhanahu va taoloning bir karamini, qudratini ko'rsatib qo'ymaydi bandani azoblash. Allohning rahmati, mag'firati hamma narsadan yuqori. Hammaga yetadi. Demak, bu kechalarda inshaalloh ibodatda, toatda aytilingandek, bayon qilingandek o'tkazadigan bo'lsak, natijalarimiz go'zal bo'ladi inshaalloh. Ulamolarimiz aytadilarki, bizga dinning xabarlari kelsa, masalan, oyat kelyapti, hadis kelyapti, dindan targ'ibot kelyapti. Dindan aytilyaptiki, falon ishda yaxshilik bor, falon amalda yaxshilik bor. Va xosatan demak, mavzuyimiz o'laroq Qadr kechasini fazli haqida musulmon bandaga xabar kelsa, hech bo'lmasa bir yilda bir marotaba shu tog' kechalaridan biron bittasini bedor o'tkazish banda uchun vojib bo'ladi deydilar. Shu darajada. Chunki musulmon u, musulmonlik mas'uliyati bor. Alloh tomonidan xabar kelyapti, payg'ambari tomonidan xabar kelyapti. Vahiynigina gapiradigan zot, payg'ambar aytayapti, bu kechada yaxshilik bor, bu kechada ajr bor deb aytilyapti. Musulmonga endi hech bo'lmasa bir oyda bir kechani, bir yilda bir kechani bedor o'tkazib, endi bu kecha boya aytganimizdek tog' kechalardan biri bo'lishi mumkin. Shu buyruqlarga, xitoblarga ergashgan holatda o'tkazish endi u banda uchun vojib bo'ladi deb aytadilar. Va endi tabiiy odamlar savol so'raydi. Qadr kechasini tushundik. Ibodat o'tkazishimiz kerak ekan, solih amalda o'tkazishimiz kerak ekan. Nima qilaylik? Nimalar tavsiya qilinadi desa, ulamolarimiz o'sha ba'zi ya'ni rasm deymiz, ya'ni ketma-ketligini chizib berishadi. Ba'zi bayonlarni qilib berishadiki, bizga bir namuna bo'lishi uchun, andaza bo'lishi uchun mana shunday chiroyli tartiblarni bayon qiladigan zotlardan birlari Vahbatuz Zuhayli rahmatulloh alayhi bir ajoyib o'sha Qadr kechasini ibodatlarni nazm, ya'ni ketma-ketlikka solib, ya'ni bir maromga solib bayon qilib bergan so'zlarini inshaalloh aytib hammamizga nasihat va ya'ni zikr qilamiz. U kishi aytadilarki, Qadr kechasini topmoqchi bo'lgan inson nimadan boshlaydi ishni, nima qilsa desa, demak, Qadr kechasi o'zi kecha shomdan boshlanadi. Hozir masalan asr namozidan keyin shomimizga taxminan 1 soat vaqt qolgan bo'lsa, shomdan boshlab turib Qadr kechasi boshlanadi. Birinchi ibtidosi shu. Quyosh botdi, bizning kechamiz boshlandi. Mana shu kechaga kirayotgan paytda yaxshilab, mukammal qilib tahorat qilsin dedilar. Har bir ishni ibtidosi tahorat. Jismimizni poklash, qalbimizni poklash. Endi bu yerda bu so'zda aytilayotgan narsa jismimizni tahorati. Tahoratda banda uchun yengillik bor. Banda uchun ibodatga ko'mak bor. Va har qanaqangi ibodatlarni o'zi uchun endi muboh qiladi. Ibodatni qilish mahoratiga ega bo'ladi. Tahoratsiz inson mushaf ushlay olmaydi. Tahoratsiz inson namoz o'qiy olmaydi. Shuning uchun ishni birinchi tahoratdan boshlasin. Va tahorat qilganda ham isbag'ul wuzu, mukammal qilsin tahoratni. Mukammalni maromiga yetkazsin. O'sha asosiy 4 ta farzi, 4 ta farzini mubolag'a bilan joy-joyiga yetkazib qilsin. Buni hamma o'rinlarda aytamiz. Tahorat qilayotganda ba'zida biz shoshamiz. Yuzimizni yuvganimizda, qo'limizni yuvganimizda, oyog'imizni yuvganimizda shoshamiz. Boshga masx tortishda boshni 4dan biri bu masalan hamma qo'limiz bilan ish qilasak farzga yetadi. Farzga kifoya qila olamiz. Lekin aynan mana shu yuviladigan 3 ta a'zo haqida ko'p odamlarning nuqsonga yo'l qo'yayotganligini ko'ramiz. Yuzni yuvayotgan inson
o'sha tepa qismi soch chiqqan joyidan boshlab asfali zaqn, ya'ni dahanni tagigacha bo'lgan joyini, ya'ni bo'y jihatidan uzoqligi o'sha quloqlarni ikkitasini oralig'ida bo'lgan masofa mana shu yerda hammasi yuz deyiladi. Hamma joyiga suv yetib borishi kerak. Bu birinchi masala bo'lsa, ikkinchi masala yuzida soqoli bor bo'lgan inson endi yuvayotganda soqoli yo'q bo'lgan insondan ko'ra ko'proq mas'uliyatli bo'ladi. Chunki soqollarimiz ko'plarimizda sersoqol deymiz, qalin soqol bo'ladi. Qalin soqollik bor odam soqolni tagiga suv yetkazishga harakat qilish kerak. Osonlik bilan suv yetmaydi. Oddiy masalan bir qo'limizda suv bilan yuvib qo'yadigan bo'lsak, soqoli bor insonni soqolining tagiga suv yetmay qoladi. Ba'zida o'sha tuklarning orasida qolib ketib qoladi yo tagiga yuz qismiga yetmay qoladi. Shuning uchun yuzni yuvgandan keyin yana suv olib turib yaxshilab soqollarning tagiga suv yetkazishlikka harakat qiladi. Agar soqoli osilib uzun bo'lib turgan bo'lsa, demak soqoliga masx tortib, keyin soqolini halol qilib qo'yadi. Ya'ni bu o'sha tahoratda yuzni yuvayotgan inson uchun qo'shimcha amal hisoblanadi. Nimaga? Chunki tagiga suv yetishi kerak va o'sha soqolga, yuzga qo'shilib turganligi uchun bularga ham suv yetishi sharti bor. Shunga masx qiladi va qo'lini barmoqlarining orasidan soqollarni o'sha tuklarni o'tkazib halol qilib qo'yadi soqolini. Va qo'llarni yuvayotganda ham albatta tirsak bilan yuvish shart. Ko'ramiz tahoratxonalarda odamlar qo'llarini yuvadi, tirsaklarida shunday ozginagina bir nuqta joy oqarib qolib ketib qoladi. Farz bo'lgan a'zoda kichkinagina joy qolib ketishligi o'sha farzning soqit bo'lmaganligi, ado bo'lmaganligiga dalolat qiladi. Qo'lingizni yuvdingizmi, yuvilmay qoldimi, u tahorat hisoblanmaydi. U bilan o'qilingan namoz qabul bo'lmaydi. U bilan ibodat qiladigan bo'lsak, xuddi tahoratsiz namoz o'qigan bilan bir xil bo'lib qolasiz. Shuning uchun yaxshilab e'tibor berib qilamiz. Shoshmagan holatda qilamiz tahorat. Va oyoqimiz ham, oyoq ham to'piq bilan qo'shib yuviladi. Yondan chiqqan suyak bilan qo'shib oyoq yuviladi. Oyoq yuvganda barmoqlarning orasiga halol qilish mustahab bo'ladi va halol qilganda ham chap qo'lni chinchalog'i bilan o'ng oyoqni, ya'ni chinchaloq barmog'idan boshlab shu ketma-ketlikda barmoqlarning orasiga suv kirgizib halol qilishlik bu mustahab ish hisoblanadi va oyog'ini hamma qismiga suv yetkazish, o'sha yuvish farz bo'lgan qismiga suv yetkazish endi u uchun lozim bo'ladi. Agar yetkazmasa, boyaga xuddi yuz yoki qo'liga o'xshab qaysidir qismiga suv yetmay qolsa, demak bu tahorat hisoblanmaydi. Bu bilan qilingan ibodat qabul bo'lmaydi. Shuning uchun buni yaxshi bilishimiz kerak. Yaxshilab mukammal tahorat qildi va endi tuni boshlandi bu inson. Og'zini ochdi, iftorligini qildi va shu bilan birgalikda endi namoz o'qishga kirishadi. Odatda demak masjidlarimizda tarovih namozlari jamoat bilan o'qiladi. Xufton namozi o'qiymiz, keyin tarovih namozlarini o'qiymiz. Endi bu diyorlarda turli xil masjidlarning taqozosiga ko'ra bu yerda ham demak Los-Anjeles shahrida ham vatandoshlarimizni, o'zbek millatiga mansub bo'lgan vatandoshlarimizni o'zlariga mansub bo'lgan masjid yo'q. Tabiiyki biz qaysidir millatlarni deylik, dinimiz hammamizniki bitta islom dini, mazhablari turli xil bo'lgan masjidlarda namoz o'qishimiz mumkin. Boshqa shtatlarga ham boryapmiz. Qaysi vatandoshlarimizni o'zlari mana masjidlari bo'lmaydigan bo'lsa, demak Shofiy mazhabiga yoki bo'lmasa Hanbali mazhabiga va hokazo boshqa mazhablarni jomilariga borib namoz o'qishyapti. U yerda tarovih namozlarining rakatlarida 8 rakat o'qilinadigan va vitr rakatlarida ba'zi bir farqlari bor bo'lgan holatlarga, shakllarga ro'para bo'lishyapti. Shuning uchun demak endi bu yerda hozircha inshaalloh o'zimizning masjidimiz yo'q. Lekin biz xohlardikki, Xudo xohlasa bu mavzuga ham hali yana bir tafsiliy to'xtalamiz, zarurati haqida, nima uchun bu narsalarga kirishimiz haqida. Lekin hozir o'sha qaysi mazhabga taalluqli bo'lgan masjidda namoz o'qiydigan bo'lsak, ularga ergashgan holatda o'qiymiz, farzini o'qiymiz va sunnatni o'qiymiz, xuftoni va tarovih namozini ular 8 rakat o'qisa, 8 rakat o'qiymiz ular bilan qo'shilib. O'qib bo'lganimizdan keyin endi biz o'zimiz 20 rakat qilib qo'yaveramiz. O'qib bo'ldik, o'qib bo'lganimizdan keyin ular vitrni o'qiydi, vitrga iqtido qilmaymiz. Sababi ular ya'ni Shofiy mazhabida bu mazhabni haqorat qilib, mazhabni past sanash, xato sanash ma'nosida emas. Biz Hanafiylarimiz, bizning fiqhimizda vitr 3 rakat. 1 rakatlik namoz yo'q. Hanafiy fiqhida 1 rakatlik namoz bo'lmaganligi uchun biz 1 rakatlik vitr agar Shofiylar o'qiydigan bo'lsa, ularga ergashmaymiz. Ularga iqtido qilmaymiz.
o'tirib turamiz yo boshqa ish bilan mashg'ul, zikr bilan, duo bilan mashg'ul bo'lib turamiz. Bir rakat turib o'qib qo'ya qolsam bo'lmaydimi? Nima bo'ladi? Desa, namoz bo'lmaydi. Odam o'zini o'zi ovora qilgan bo'lasiz. Ya'ni o'zingiz uchun bir keraksiz bo'lgan go'yoki narsa bilan mashg'ul bo'lgan deb qolasiz. Chunki bizning ijtihodlarda, mujtahidlarning qavliga ko'ra bir rakatlik namoz yo'q. Boya aytdim, bu boshqa mazhabni tassanash ma'nosida gapirilmayapti. Agar bizda bir rakatlik namoz bo'lganda iqtido qilsa joiz bo'lardi. Yo'q, asli unaqa namoz bo'lmaganligi uchun o'sha vitrni bir rakatiga iqtido qilmaymiz. Va undan keyin o'sha aytdik 20 rakat qilib qo'yamiz. Vitr namozini xohlasak agar aniq bedor o'tkazishimiz bo'lsa, oxirgisigacha kechiktirib qo'yamiz keyin. Tunni oxirgi qismigacha kechiktirib qo'yish mustahab bo'ladi. Va endi namozimizni o'qib oldik. Namozimizni o'qiganimizdan keyin bu kechada qilinadigan ishlarni birinchisi namoz va ikkinchisi Qur'on tilovati. Qur'on tilovatini agar Qur'ondan o'zimiz o'qishni biladigan bo'lsak, qancha muyassar bo'lsak o'shancha o'qiymiz. Bir poraga qodir bo'lsak, bir pora, ikki pora, uch pora va hokazo qancha muyassar bo'lsak, kuchimiz yetgancha, toqatimiz yetgancha Qur'on tilovatini qilamiz. Undan keyin takbir, tasbih, tahlil, tahmidlarimizni aytamiz. Ya'ni nima muyassar bo'lsa. Allohu akbar, subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh. Qaysi kalimalarni bilsak, shunlardan bo'lgan zikrlarni aytamiz. Va demak, tunni bir oxirgi qismlariga borib namozga agar vaqtimiz bo'ladigan bo'lsa, 2 rakatdan 8 rakatdan to 20 rakatgacha yana namoz o'qishimiz joiz bo'ladi. Bu tarovihdan boshqa qiyamul layl yoki bo'lmasa tahajjud namozlari bo'ladi. Vaqtimiz yetgancha o'qiymiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning namozlari aynan tunda 8 rakat edi. Tundagi namozimiz 8 rakat o'qisak sunnatga muvofiq o'qigan bo'lamiz. Undan ziyoda qilishimizda ham ulamolarimiz aytadilar, la ba'sa fi, ya'ni unda zarari yo'q. Hech narsa qilmaydi agar u 10 rakat o'qib qo'ysa, 20 rakat o'qib qo'ysa. Chunki biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek qiyomul layl qila olmaymiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tungi namozlarda 2 rakatlik namozda 4 ta sura tilovat qilardilar. Bu Baqara, Ali Imron, Niso, Maryam surasini o'qirdilar. Bu agar poraga ko'radigan bo'lsa 6 pora atrofida bo'ladi. Ya'ni 6 porani 2 rakatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'qirdilar. Agar shunaqa o'qib olsak, bizniki ham unaqa ko'p bo'lib ketmaydi rakatlarimiz. Endi biz qisqa suralarni, oyatlari kamroq bo'lgan suralarni o'qiymiz odatda. Ya'ni umumiy holatda aytyapman. Shuning uchun demak bizning namozlarimiz biroz tezroq bo'lib qoladi. Namozlarimizni o'qidik, undan keyin albatta saharga yaqin bo'lgan vaqtda istig'for bilan mashg'ul bo'lish bu tavsiya qilinadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda demak saharlarda istig'forni alohida zikrni keltiradi. Va bil asharihum yastaghfirun. Ular saharlarda istig'for aytadilar. Sahar ibodat o'rni bo'lishi bilan birgalikda istig'for o'rni ham hisoblanadi. Va Yaqub alayhissalomni ham zikrlari o'sha Yusuf surasida farzandlari kelib otalaridan kechirim so'rab uzr so'rab bizni haqqimizga istig'for ayting deganlarida u kishi aytadilarki, astagfiru lakum robbi, ya'ni sizlarga Robbimdan istig'for so'rab beraman bir muddatdan keyin degani bir muddatni ifoda qiladi. Mufassirlarimiz shu oyatni aytadilarki, bo'pti deb turib o'sha joyda so'ramaganliklarini sababi saharda istig'for qilaman degan ishora bor shu qavlda deb aytadilar. Shuning uchun saharda istig'for aytishlikning fazli bor. 100 ta eng kamida bo'lmasa vaqtimizga qarab qancha muyassar bo'lsak 1000 ta 2000 ta bu o'zimizning toqatimizda. Va eng asosiy nuqta zikrlarda, istig'forlarda adadni ko'paytirish maqsad bo'lishi kerak emas. Har bir kalima qalbimizdan chiqishiga harakat qilishimiz kerak. Astagfirulloh degan nima degani? Astagfirulloh, Allohga istig'for aytaman. Ey Alloh, gunohimni kechirgin. Astagfirulloh desa nima deyotganimizni o'zimiz bilmaymiz. Sonni falon songa yetkazib qo'ydim deydi. Odamlar qo'llariga barmoqlik tasbihlar deymiz, ya'ni raqamli tasbihlarni olib 1000 ta, 2000 ta, 10 000 ta, 100 000 talab istig'for aytdim deydi. Lekin istig'for faqat kalimadan boshqa narsa yo'q. Uni ruhi yo'q. Uni mukammalligi yo'q, uni qalbiga yetib borishi yo'q. Shuning uchun har bitta zikr, tasbih, takbirlar qalbimizdan chiqishiga harakat qilamiz. Masalan, Alloh kalimasini aytish ham zikr. Alloh, Alloh, Alloh deb turib shuni qalbimizdan chiqaza olishimiz muhim. Qaysi kalima bo'lishidan qat'iy nazar. Astagfirulloh deyapmiz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya'ni ey Alloh, senga hamd aytyapman. Alhamdulillahning ma'nosi nima? Alhamdulillah, ya Alloh, menga bergan hamma ne'matlaringga
hamd bo'lsin. Hamma narsaga men bilganim bilmaganimga hamd bo'lsin. Ya'ni qalbdan chiqadi. Allohga bo'lgan rozilik, Alloh subhanahu va taologa bo'lgan demak tashakkur ma'nosidagi so'z qalbidan chiqishi kerak inson. Shuning uchun bu zikrlarga, bu takbir, bu tasbihlarimiz biz aytadigan narsalarimizni soniga emas, ko'proq sifatiga va uni holatiga e'tibor beramiz. Va undan keyingisi demak saharliklarimizni qilib, bomdod namozini albatta imkoniyat doirasida jamoat bilan o'qishlik tavsiya qilinadi. Chunki hadisda mutlaqo kimda kim xufton namozini jamoat bilan o'qisa va bomdod namozini jamoat bilan o'qiydigan bo'lsa, go'yo tunni hammasini ibodatda o'tkazgandek deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Tunimiz mukammal bo'lishligi uchun biz xuftonni jamoat bilan boshlagan edik va bomdodni ham jamoat bilan nihoyasiga yetkazishligimiz kerak. Va undan keyin o'zi kecha nihoyasiga yetadi, subh kirishligi bilan va kun chiqadi. Kun chiqqandan keyin demak xohlasak 2 rakatdan 4 rakatgacha zuho namozini, ishroq namozlarini o'qib dam olishimiz mumkin yoki bo'lmasa boshqa ishlarimizga mashg'ul bo'lishligimiz mumkin. Odatda qadr kechasi haqida gapirilganda biron bir inson eshitsa, xuddi bu dam olib yurgan odamning ishi, xotirjam bo'lgan odamning ishi deb eshittirib qoladi. Bu musulmonning ishi, musulmonning vazifasi. Yuqorida aytdik, hech bo'lmasa bir kechani bedor o'tkazishimiz kerak. Bu keyingi yil yana Ramazon kelguncha biz kelamizmi yo'qmi bilmaymiz. Bunaqa fursat bo'ladimi yo'qmi? Biz muhtojmiz ibodatga. Oldingi suhbatlarda ham aytardik. Endi Toshkentda ko'proq bu narsani misol qilamiz. Shunaqa bir vaqtlar bo'ldiki, bizda falon avtosalon shartnoma berar ekan. Dushanba kuni soat 9 da avtosalon ochiladi. Shartnoma berishni boshlar ekan. Toshkentda bir burchagida, masalan, Qo'ydoq dahasida yoki Sergeli dahasida mashina berar ekan avtosalon. Desa 9 da ochiladi avtosalon deb borsangiz, eshiging tagida minglab odam turgan bo'ladi. Qachon keldinglar sizlar desa, kechasi bilan shu yerda o'tirib chiqdik deydi. Soat 2 da, 3 da, 4 da va hokazo kelib olganman. Nima uchun kelgan desa, oddiy endi zehnimiz bilan o'ylasak, sababi o'sha paytda shunaqa ediki, mashinani arzonroqqa sotib olib, salondan qimmatroqqa sotardik. $500, $1000, qanchadir dunyoviy daromad uchun shuncha bedor o'tardik. Shuncha harakat qilardik. Olomonning ichida urush janjal qilardik, to'polon. Ibodat, Alloh subhanahu va taologa ibodat haris bo'lishlikka, ya'ni umrimizni sarflashlikka, ko'zimizni nurini sarflashlikka, kuchimizni, toqatimizni sarflashlikka eng haqli bo'lgan narsa. Shuning uchun ibodatga xitob qilindimi? Bu ibodatga hammamiz o'zimiz muhtojmiz. Bizni muhtojligimiz bor, bizni zaruratimiz bor. Boya yuqorida aytdik, shunaqa darajada iymon bilan bo'lishimiz kerakki, bu kecha men qadr kechasini topaman. Alloh subhanahu va taoloning fazlini topaman. Allohning ajrini topaman. Meni tashvishlarim, gunohlarim kechirishligini xohlayman. Meni g'amim bor, jannatga kirish g'amim bor, jannatga kirish orzuyim bor. Alloh mana shu kecha sababidan o'zini fazlini, mag'firatini menga beradi deb turib, inshaalloh bu kechani o'tkazadigan bo'lsak, yuqori natijalarga, yaxshiliklarga sazovor bo'lamiz. Biz endi qayerda, qaysi diyorda, qaysi joyda bo'lishimizdan qat'iy nazar o'zimizni shaxsiy ibodatimizni tashvishida, g'amida bo'lishimiz kerak inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo hammamizga tavfiq bersin. Amallarimiz Qur'on, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning go'zal sunnatlariga muvofiq bo'lishligini Robbimiz Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib etsin. Va bugungi suhbatimizga birinchi o'zimiz tomonidan o'ylangan, fikrlangan narsalardan bittasini bir qisqacha yana to'xtalib o'tamizki, agar malollanmagan bo'lsanglar davom ettiramiz, bo'lmasa to'xtayman. Zerikib qolmadinglarmi? Juda sekin gapirib olib uyqinglarni keltirib qo'ymayapman. 10-15 minut vaqt borda hali. Odamlar ko'payib ketmasdan bemalol davom ettirib. Ha, yo'q, bo'ldi. Qachongacha davom ettirsan bo'ladi? 35-40. Ha, bo'ldi. Xo'p. Demak, men Amerikaga ikkinchi marotaba kelishim. Bu joyga birinchi marta kelishim Los Anjelesga o'zi yaqinda boshlangan ekan. 2022-yilga kelganmiz. Birinchi kelishda aynan o'sha kelishimiz ham shu sababdan bo'lgan. Shu yerdagi vatandoshlarga ma'ruzalar, suhbatlar qilish, savol-javoblar qilish, ya'ni vazifasi bilan, xizmati bilan kelganmiz. Endi bu xizmat hammasi Alloh subhanahu va taolo o'z chiroyli natija bersa, o'sha demak ikkinchi marta kelishimiz bo'lgani uchun ba'zi bir savollarni bilamiz, ba'zi bir holatlarni, ba'zi bir muammolarni bilamiz va vatandoshlar bilan suhbat qilganimizda hammamizni
jamlaydigan bir g'amlarimiz, tashvishlarimiz bor o'zaro. Demak, mana shulardan bittasi ko'proq bizni rizqimizga, luqmamizga taalluqli bo'ladigan masala haqida bir qisqacharoq aytib ketishlikni xohladik. Bu yerda ko'ryapmiz, o'sha ba'zi halol degan ya'ni gaplar bor. Falonchi halol yo, pistonchi halol yo, masalan ko'p bor ekan, bunikini olib bo'lmaydi halol deb yozgan bo'lsa ham, faloni bor, pistoni bor deganga o'xshagan ba'zi ixtiloflar, bir-birlarimizga ya'ni qarama-qarshi keladigan narsa, ziddiyatga keladigan narsalar bor. Umumiy qilib aytaman, birinchisi banda o'zini luqmasi haqida tashvishda bo'lish kerak. Masalan, bizni zimmamizdagi mas'ul bo'lgan ishimizni otini farz deydi. To'g'rimi? Bajarishimiz kerak bo'lgan ishni farz deyiladi. Shu farzlarning ichida shunday kalima borki, a'zamul faroid deyiladi. Ya'ni farzlarning eng oliysi deb ishlatiladi. Eng oliy farz. Hammasi farz va shu farzlarning farzi go'yoki, farzlarning eng yuqorisi. Nima u desa, a'zamul faroid bu luqma deyiladi. Insonni xalqidan kirayotgan, inson tanovul qilayotgan narsa a'zamul faroid deyiladi. Chunki bunga taalluqli bo'ladigan masalalar ko'p. Birinchi masala, inson haloldan topish kerak. Topadigan bitta narsa yo'q. Masalan, haloldan topish nima desa, haloldan topish farz. Topayotganimizni haloldan topishimiz farz. Birinchi farz. Ya'ni o'sha luqmani ichidagi a'zamul faroizning ichiga kiradigan farz. Luqmani haloldan topishimiz kerak. Va ikkinchisi, haloldan topdik, endi halol narsalarnigina olib yeyishimiz kerak. Halollarnigina yeyishimiz kerak. Atrofda taklif ko'p, gapiruvchi ko'p, aytuvchi ko'p. Bizga beradigan masalan falon narsa bor, piston narsa bor. Hech kim bizni luqmamizga, boya aytdik, bizni shaxsiyatimizga, ibodatimizga mas'ul bo'la olmaydi. Har bir inson o'zi haqida so'raladi. Bizda shunaqa tushunchalar bor, ko'rmaganga halol deb qo'yishadi. Halol deyapti, qo'yaver, gunohi o'ziga deb qo'yadi. Gunohi o'ziga. Alloh subhanahu va taolo sizni toqatingiz nimaga yetishligini Alloh yaxshi biladi. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Oyatni hammamiz bilamiz. Alloh biron bir nafsga toqatni tashqarisini buyurmaydi. Lekin bizni toqatimiz nimaga yetishligini Alloh biladi. Biz odamlarning orasida bo'ldi, bo'laveradi deb turib ketaverishimiz mumkin. Lekin biz o'shani so'rab yeya olishimizni, o'shani nazorat qila olishimizni, agar shubhali bo'ladigan bo'lsa, o'shani tashlashimiz mumkin ekanligini Alloh subhanahu va taolo biladi. Alloh bizni qanday holatda ekanligimizni o'zi yaxshi biladi. Demak, birinchi haloldan topdikmi? Endi topgan haloldan topdik. Rosa mehnat qildik, hunar qildik, kasb qildik, qiynaldik. Birovning haqqini yemadik, riboga aralashganimiz yo'q, yolg'onga aralashganimiz yo'q, xiyonatga aralashgan. Haloldan topdik, alhamdulillah. Lekin halol pulimizni haromga ishlatadigan bo'lsak rasvo qildik. Shuncha mehnatimizni rasvo qildik. Haloldan topuvdik, lekin sarf qilgan, sotib olayotgan narsamiz ham halol bo'lishi kerak. Taomimiz ham halol bo'lishi kerak. Nima sotib olyapmiz? Nima tanovul qilyapmiz? Shunga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Bugun ham eshitdim, bundan bir necha kun oldin eshitdim. Men hayron qoldimki, bu so'z odamlarning orasida qayerda paydo bo'ldi. Agar halol narsani topa olmasak, tovuq go'shtini yegan degan gap bor ekan. Boshqa shtatda ham bu narsani eshitdim, bu yerda ham eshitdim. Bu xuddiki bundan bir 5 yil oldin O'zbekistonda chiqqan gapga o'xshaydi. Yozda issiq kunlarda ro'za bo'lgan paytda Saudiyada bir kunda 1 litr suvni ichishga ruxsat berishdi degan gapga o'xshaydi. O'zi ro'za ekan, lekin bir kunda bir marta suv ichsa bo'lar ekan. Bu kulgilik gap, mana hozir kulyapmiz-ku eshitib. Bu kulgilik gap. Bunaqa gap yo'q. U ham so'yiladigan mavjudotga kiradi. Uni ham qoni bor bo'lgan mavjudot so'yiladigan mavjudotga kiradi va so'yiladiganlarning hukmi unga ham taalluqli bo'ladi. Va bo'lib ham tovuqni hukmi mol bilan qo'yni hukmidan ko'ra og'irroq hisoblanadi. Mol bilan qo'yda so'ydingiz, ish bitdi. So'ydingiz, ish bitdi. Lekin tovuqda so'yish bilan ish bitmaydi. Tovuqni patini yulishda odatda odamlar issiq suvga tiqadi. Buni O'zbekistonda ham bo'lgan, boshqa joyda ham bor. Issiq suv. Nima uchun issiq suvga tiqadi desa, tezroq pati to'kilib ketishi uchun. Tezroq pati tushish uchun tiqadi. Lekin tovuqning xususiyati bor. Agar biz uni issiq suvga tiqadigan bo'lsak, oshqozonidagi najosati go'shiga urib ketadi. Oshqozondagi bor bo'lgan narsa uni go'shiga urib ketadi. Agar oshqozonini tozalab suvga tiqadigan bo'lsak, go'shi rasvo bo'lib ketadi. Go'shining sifati yomon bo'lib ketadi.
Shuning uchun ichini yormaydi-da odamlar. Shunda butunligicha issiq suvga tiqib oladi, qaynagan suvga tiqadi. Keyin boya aytgandek, oshqozondagi najosat, axlatlar uni go'shiga o'tib ketadi. Shuning uchun o'zi aslida odam taqvo qilaman desa, uncha joyda tovuq go'shtini yemaydi. Mol qo'ydi, bismillah, Allohu akbar kalimasi bilan islomga muvofiq musulmon so'yib, zabihasini to'g'ri qilib olsa, bo'ldi. U go'sht keyin haromga aylanib qolmaydi. U go'shtni olib uyingizga olib kelib pishirib yeyaverasiz bemalol. Lekin tovuqni sizga hech kim pati bilan bermaydi. Patidan tozalab beradi. Bismillah, Allohu akbar deb so'ydim desayu, patini yulishlikda issiq suvga tiqib olgan bo'lsa, bo'ldi. Farqi yo'q, hech narsa o'zgarmabdi. So'yishda islomiy so'yibdi, shariatga muvofiq so'yibdi, lekin go'shtni haromga aylantiribdi deyiladi. Va bu aytganimizdek, luqmamiz bizniki, hammamizni shaxsiy narsamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yeydigan narsaga e'tiborli bo'lishlik haqidagi hadislari juda ko'p. Shulardan ma'lum va mashhurlardan bittasi lahmun nabata min suxtin la yadkhulul janna deganlar. Ya'ni haromdan o'sgan go'sht jannatga kirmaydi deganlar. Biz yeydigan narsamiz har qanaqangi narsa bo'lsa bizni etimizga, go'shtimizga ta'sir qiladi. Demak, bizni o'stiradi, undiradi. Bizga quvvat beradi. Demak, go'yo haromdan yegan inson jannatga kirmaydi deganlar. Yoki bo'lmasa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bitta inson haqida xabar berdilar. Bir inson bor edi. Kana yutilu safar, ya'ni safarni uzoq qilardi. Ash'ath va aghbar, sochlari to'zigan, ustilari g'uborlik bo'ldi. Yarfa'u yadayhi yaqulu ya Rob ya Rob. Ikkita qo'lini ko'tarib duo qilardi. Ey Alloh deb Allohdan duo qilib so'rardi. Ya'ni bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo ijobat bo'ladigan sabablar unda topilayotgan edi deyaptilar. Musofirni duosi ijobat, mashaqqat chekkan insonning duosi ijobat, mashaqqatlangan, qiynalgan, aziyat ko'rgan duosi ijobat bo'lishi kerak edi. Haligi odam safar qildi, sochlari to'zidi, changidi, duo qilyapti, Allohdan umid qilib so'rayapti. Anna yustajabu lahu. Uni duosi qayerdan ijobat bo'lsin? Mat'amuhu haramun, mashrabuhu haramun va ghudiya min haramin. Ya'ni taomi harom, ichadigan narsasi harom, u oziqlangan narsasi harom. Qayerdan uni endi duosi ijobat bo'lsin dedilar. Shuning uchun duo bu ibodat, ibodatimiz qabul bo'lmaydi degani. Na'udhu billahi min zalik, Alloh saqlasin. Shuncha ehtiyot qilyapmiz, shuncha qarayapmizda bitta narsa bilan o'zimiz qurgan binoni, o'zimiz qurgan diyonatni barpo qilib olyapmiz. Shuning uchun luqma eng ko'p e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa. O'zimizning luqmamiz va oilamizga, farzandlarimizga yedirayotgan joydagi luqmalarimiz. Birov sizni luqmangizga mas'ul emas. Bo'lishi mumkin bir odamdan siz olyapsiz, uni diyonatiga ishonishingiz kerak. Uni tekshirishingiz kerak, undan so'rashingiz kerak, ma'lumini bilishingiz kerak. Dunyoviy misol bilan har doim misol qilaveramiz. Agar biron bir inson bizga biznes taklif bilan kelsa, menga falon $1000 pul bering. Sizlarda endi ko'p bo'ladi, Amerikada yuradigan odamlar hamma pulni sifir oladi deb o'ylaydi. Kelib turib biznes proyektlar chiqaveradi yil davomida. Kelib turib biznes bor edi, falon bor edi, fiston bor edi desa, mana deb berib yormaymiz hech qaysimiz. O'zi bu kim bu odam? Qon gruppasi qanaqa buni? Urug' aymog'i kim? Oldi berdilar qanaqa bo'lgan? Kimni taniysan? Hammadan surishtiramiz agar bermoqchi bo'lsak. Bera oladimi yo'qmi? Ya'ni kamiga hozir yana shunaqa urflar chiqqan. Hop, menga nimadir garovga qo'yib qo'ygin deymiz. Garovga qo'yib qo'ygin, keyin beraman pulni, senga ishonishim uchun deb qo'yamiz. Ya'ni pulimiz uchun shuncha tashvish qilamiz, g'am qilamiz. Pulni saqlash uchun. Dinimiz bizni eng afzal narsamiz hisoblanadi saqlash uchun. Luqmamiz eng e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa hisoblanadi. Shuning uchun luqmamizga kirayotgan narsaga qaraylik. Go'shtlar bor bu yerda taklif qilinayotgan. Tegini bilmagan, surishtirmagan, musulmonlar surishtirmagan, hamma surishtirdik deydigan narsa bo'lmagan narsalarga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Bo'ldi, halol deb yozib qo'yib, bitta dona halol degan kalimani yozib qo'yish ish emas. U oddiy bitta yoziq xolos. Halol deb yozib qo'yaveradi. Bu mamlakatlarda bilmayman, Alloh biluvchiroq, men birovga tuhmat qilmoqchi emasman. Ya'ni halol deb yozib qo'ygan, halol emasmi degan savol berishinglar mumkin, men bilmayman. Men aytayotgan narsam, e'tiborli bo'linglar, diqqatli bo'linglar, luqmangizni nimani yeyotganingizga qaranglar degan tavsiya. Falonchiniki halol, falonchiniki harom degan hukm emas bu. Bunga ishoninglar, bunga ishonmanglar degan hukm emas bu. Faqat tavsiya, aytilayotgan gap, yeyotgan narsamizga e'tiborli bo'laylik haqida. Tanovul qilayotgan narsamizga e'tiborli bo'laylik, beparvo bo'lmaylik, oson bolalarimizni o'z holatiga qo'yib qo'ymaylik. Farzandlarimiz maktablarda o'qiydi, bog'chalarda o'qiydi.
u yerda berayotgan taomlar haqida tashvish qilishimiz kerak. Ko'pchiliklar mana shu narsadan o'tgansizlar. Ota-bobolarimiz ba'zida farzandlarini bog'chaga berishmagan Sovet paytida. Nimaga desa, ovqatiga ishonch yo'q deb berishmagan. Bizni ehtiyot qilishdi ajdodlarimiz. Biz ham farzandlarimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Bolalar yugadi, gamburgerni yaxshi ko'radi, hot-dogni yaxshi ko'radi. Bolaga yema deb urishimiz mumkin. Lekin 24 soat uni kontrol qila olmaysiz, nazorat qila olmaysiz, yeb qo'yadi. Shuning uchun bolalarga halolini topib berishga harakat qilishimiz kerak. Halolini agar bo'lmasa tashkillashtirishimiz kerak ko'pchilik bo'lib. Haloliga e'tibor berishimiz kerak, halolga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni imkoniyatimiz bor. Men bitta so'z bilan, jumla bilan so'zimizni nihoyasiga yetkazaman inshaalloh. Alloh rahmat qilsin, otam biron bir suhbat otamsiz bo'lmaydi baribir. Muhammad Latif ismlari otamni. Otam aytardilar bizga har doim nasihat qilganlarida, sen hech qachon armiyada yashayotgan odamga o'xshab yashamagan dedilar. Men ko'p aytaman shu gapni. Ya'ni qanaqa bo'ladi desa, armiyada yashaydigan, o'zim armiyaga bormaganman, otam armiyaga borganlar, shuning uchun o'zlari tushuntirib berardilar. Armiyaga borgan odam 2 yilga boradi, masalan o'sha paytda 3 yilga borardi yo 1 yilga boradi va hokazo. Nima bo'lsa ham armiyaga borgan odam ertaga ketaman deb yashaydi. Ertaga ketaman. Hozir ketaman. U yerga uy qurmaydi. U yerga joylashmaydi. U yerda qarindoshi bo'lmaydi. Nima qilsa omonat yashaydi. Sen shunaqa omonat yashaydigan inson bo'lmagandir. Bu yerga keldikmi, necha yil qolsak ham, necha oy qolsak ham o'zimizni sharoitimizni chiroyli qilishga harakat qilishimiz kerak. Halolga harakat qilishimiz kerak. Chunki taomga ehtiyojimiz bor, ichadigan narsaga ehtiyojimiz bor. Nima yeyapmiz, nima ichyapmiz, bir marotaba tekshirib olsak o'zi aslida kifoya qiladi. Bir marotaba orqasidan yurib qo'ysak o'zi kifoya qiladi. Keyin o'sha bilgan o'zimiz o'rgangan narsani olib yuramiz. Agar halolini topa olmasak, 5 ta 10 ta odam bir bo'lib jamlanib shuni qilishning imkoniyati bo'ladi. Shuni paydo qilishlikning iloji bo'ladi. Bitta yolg'iz inson o'zi hech narsa qila olmasligi mumkin, lekin jamoatda ko'p yaxshilik bor. Xudo xohlasa bu yerda Alloh rozi bo'lsin akalarimizdan tashkil qilayotgan narsalarni asosiy maqsadlaridan bittasi shu. Ko'pchilik bo'lib dinni saqlab qolish osonroq bo'ladi, yengilroq bo'ladi. Bo'ri ham chetda yurganini yeydi. Qo'yni chetda qochib ketganda alohida ajrab qolganini yeydi. Jamoat bo'lsak, yaxshiliklarimizni birlashamiz, bir-birimizga ko'makchi bo'lamiz, ibodatlarimizda bo'ladi, muammolarimiz bo'ladi. Kimdir qaysidir o'sha darajadan o'tgan bo'ladi va hokazo. Masalan, oldinroq kelgan odamdan go'shtdan qaysini yeyapsiz deb so'rashimiz kerak, boshimizni ko'tarishimiz kerak, atrofimizga qarashligimiz kerak. Luqmamiz bizni eng zarur narsamiz hisoblanadi. Va farzandlarimiz haqida ham bitta ogohlik kalima aytamanki, ba'zida biz aytamiz, balog'at yoshiga yetmagan bolaga gunoh bo'lmaydi deymiz. Ulamolarimiz aytadilar, balog'at yoshiga yetmagan bola gunoh qilsa, bolaga yozilmaydi. Otasiga yoziladi, onasiga yoziladi. Bolaning gunohi ota-onasiga yoziladi. Xuddi savob ishi ota-onasiga yozilinganidek, gunohi ham xuddi shunaqa ota. Nimaga? Chunki ular mas'ul. Ular unga taqdim qilishyapti. Bir bola masalan, na'uzubillah, bir harom go'sht yeb qo'ysa, uni otasi gunohkor bo'ladi. Uni onasi gunohkor bo'ladi. Biz o'zimizning gunohimizga javob beramiz, kamiga farzandlarimizni qo'yib qo'yganimiz uchun ularning gunohiga ham javob beramiz. Chunki mas'ulmiz. Balog'at yoshiga yetgandan keyin endi taklif o'ziga. Lekin balog'at yoshiga yetganigacha ota-onani tasarrufida, ota-onani izmida hisoblanadi. Va aytganimizdek, bu diyorlarda endi yashayotganimizda o'zimizni sharoitimizni hozirlashlikka harakat qilaylik, ko'proq diqqatli bo'laylik. Masalan, musulmon diyorda, musulmon o'lkada yashasak muammo yo'q. Hech ham muammo yo'q. Alhamdulillah, hamma joyda omonlik bor. Lekin bu diyorlarda diqqatimizni yana ham ko'paytirib, kuchaytirgan holatda yashashligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizga tavfiq bersin. Bizning hayotimiz Qur'on, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning manhajlarida bo'lishligini o'zi nasib etsa, tugataveramizmi? Bo'ldimi? Bo'ldi. Endi tugatamiz, duo qilamiz. Xudo xohlasa, ertaga ham ko'rishamiz reja bo'yicha, indinga ham ko'rishamiz. Zerikib qolmasanglar, malolantirib qo'ymasak bo'ldi. Savol vaziyatni ustiga tug'iladi. Agar masalan bugun savol tug'ilgan bo'lsa, qiynalib yurgan savol bo'lsa, biron bir vaqtni keyin alohida savol javob uchun ajratamiz. Agar bilsam, toqatim yetsa inshaalloh savollarga javob beramiz. Bo'lmasa, yana inshaalloh yo'g'ini reja qilamiz. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Rabbal Alamin, hammamiz hojat egasimiz. O'zingdan so'ragan hojatlarimiz bor, duolarimiz bor, hammasiga o'zing kifoya bo'lgin. Boshiga mushkul tushganlarimiz bo'lsa, Alloh mushkullarni daf qil. Qarzdorlarimiz bo'lsa, qarzlariga Alloh o'zing najot bergin. Bu diyorlarda, hujjatlarda muammosi bo'lgan akalarimiz, ukalarimiz, birodarlarimizni barchalarini o'zing yordamlarida, ko'maklarida bo'lgin. Farzandlarimizda Alloh subhanahu va taolo qalblarimizni xotirjam qilgin. Ularni salohiyatlari bilan ko'zlarimiz quvonchligini o'zing nasib etgin. Ya Rabbal Alamin, avvalambor o'zimizni hidoyatimizni davomli qil. Nasllarimiz, ahllarimizni o'zing iymonda, islomda hidoyatda qilgin. Bizdan faqat va faqatgina qibla, sajda ahllari chiqishligini o'zing nasib etgin. Ya Rabbal Alamin, bizni iymonda, islomda qilganingdek, farzandlarimizni ham mana shu narsada davomli bo'lishliklarini o'zing nasib etgin. O'zingdan yolvorib so'raymiz, qalblarimizni faqat va faqatgina yaxshiliklarga o'zing moyil qilgin. Qalblarimizni isloh qilgin, amallarimizni o'zing go'zal qilgin. Natijalarimizni dunyo va oxiratda o'zing yuqori qilib bergin. Ya Rabbal Alamin, hammamizni tashvishimiz, g'amlarimiz, gunohlarimizni o'zing mag'firat qil. Gunohlarimiz sababidan bizni azoblama. Bizga qahringni, bizga azobingni, bizga do'zaxingni berma. Ya Rabbal Alamin, o'zing kechir. O'zing tavbalarimizni, istig'forlarimizni qabul qilgin. Inshaalloh Ramazon oylaridan chiqar ekanmiz. Bu kechalarda, bu kunlarda hammasida ibodatlar bilan gunohlarimiz kechirilishligini, o'zingni roziligingga, o'zingni rahmatingga sazovor bo'lishligimizni o'zing muvaffaq qilgin. Ya Rabbal Alamin, ota-onalarimizni vafot topganlarni fazliga, karamiga, mag'firatingga ol. Hayotlarini, umrlarini uzoq qil. Bizni ota-onamizni xizmatlarida jannatingga sazovor bo'lishligimizni o'zing nasib etgin. Ya Rabbal Alamin, bu musofir diyorlarda yurtgan birodarlarimiz, akalarimizni hammalarini o'zingga omonatga topshirdik. Ularni o'zing hifzi himoyada asragin. Birdamliklarni davomli qilgin. Musulmonlarni saflarini mustahkam qilgin. Inshaalloh saflardan qaytmasligimiz, saflarimizni buzmasligimizni, saflarimiz mustahkam va adadi yuqori bo'lishligini o'zing nasib etgin. Bu boshlangan, davom etayotgan ishlarni xayrini, barakotini bergin. Inshaalloh Karim, bu vatandoshlarimiz, aka-ukalarimizni o'zlari o'ylagandan ham yaxshi natijalarga o'zing muvaffaq qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika. Assalomu alaykum.